Uyimizda 3 fazali iste'molchilar yo'q. Agar iste'molchilar bo'lganda bitta alohida 3 fazali kuchlanish relasi qo'yardim va alohida uzo yoki dif avtomat qo'yardim. O'sha 3 fazali iste'molchilar uchun. Sababi bu yerdagi bir fazali iste'molchilarga xalaqit bermasligi uchun. Bu yerda nimadir bo'lsa, bularni uzib qo'ymaydi. Agar zubir kuchlanish relasini qo'ygan bo'lsangiz 3 fazaligi, buni farqi yo'q. Bu ham 3 ta 1 fazali bo'lib ishlab bo'ladi yokida 3 fazalining o'zi bo'lib. Xo'p, hozircha bu bizga kerak emas, ko'rsatish uchun qo'ydim. Undan tashqari yana bir narsa, o'zimizda bilamiz, O'zbekistonda yozda havo juda isib ketadi. Mana shunaqa ishlarni yig'ganda sovishiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, katta ishlar bo'lsa ventilyator qo'yamiz, kuler qo'yamiz. Uylarda masalan bunaqa ishlarga iloji yo'q yoki shart emas deb hisoblaymiz. Mana shuna vaqtda hech bo'lmaganda orasiga joy qoldirish kerak kuchlanish relasi yoki umumiy uzolarga. Bu o'sha himoya qurilmamizni qizib ketishini oldini oladi. Endi masalan zubir kuchlanish relalarida termodatchigi bor. Harorat 80 dan oshib ketsa uzib qo'yadi, lekin mana shunaqa himoyasi yo'q elektrojihozlar bo'lsa ishdan chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shu mavzu haqida YouTube kanalimda video bor. Kirib ko'rishlaringiz mumkin. Issiqqa chidamli elektroshit qanday bo'lishi kerak degan video qilganman. Xo'p, kuchlanish relasidan keyin uzo avtomatini qo'yamiz. Har bir fazaga bittadan.